Assalomu alaykum hammalaringizga xayrli kun. Qizlarjonlar yaxshimisizlar, sog'-omonmisizlar? Men shunaqa febrlikdan svitetka ishlataman. Yuzimni hozir yuvib keldim. Bu Royaldan 24 karatli oltini bor ichida. Bilasizlar, judayam ko'p sotdim shu nabordan. Qizlarjonlar, men bugun sizlar bilan gaplashayotgan gapim mani ko'rinishim haqida. Bu ko'rinishim kimlarnidir ajablantirdi. Iymonsiz, vijdonsiz, sabrsiz, shunaqa nimada ig'vologa qolib ketdim. Balkim sizlar haqdirsizlar, lekin men shu ko'rinishga kelishim uchun 9-10 yillik ko'rinishimni o'zgartirish uchun menga 5-6 oy o'zim bilan o'zim rosayam kurashdim va shu qarorga keldim. Nimadir sabab bo'lgandirki, men shu qarorga kelgandirman. Menga kimdir bosim o'tkazgani yo'q yoki mani shayton yo'ldan urgani yo'q. Men o'zim shu qarorga keldim. Men bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, men internet tarmoqlarida o'zimni videolarimni joylayapman. Sizlardan bitta iltimos, a, videolarimni ko'rganingizdan keyin layk, chiroyli kommentariya va obunachi qo'shib berish esdan chiqmasin. Shu bilan sizlar menga judayam katta yordam bergan bo'lasizlar. Xullas, men shu yo'lga kirdimmi, shu qadam bosdimmi shu yo'lga, men shu narsaga rozi bo'lganman. Men haqimda ig'vo gaplar tarqalishiga, men qo'ygan videolarimga negativ fikrlar bildirishlariga yoki kimlardir o'zidan aqlchani yasab olib, aqlli gaplar bilan menga aql o'rgatishlariga hammasiga rozi bo'lib kirganman. Menga bu narsalar hech ham ta'sir qilmaydi. Mani yo'limdan qaytarishga nima deydi, hech qanaqa sabab bo'lmaydi. Men shu yo'lga kirib bo'ldim, shu qarorga o'zim keldim va shuni aytib o'tmoqchimanki, men ko'rinishimni o'zgartirganim bilan mani yodlayotgan Qur'onim yoki qiladigan ibodatlarim kamayib qolmaydi. Ko'paysa ko'paygandirki, lekin kamayib qolmaydi. Xullas, yaxshilar, men sizlardan bitta iltimosim shu videoni ko'rgandan keyin o'z yaqinlaringizga yuborib qo'ying, chiroyli kommentariya yozing va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.